Selam dostlar. Hallar nişik. Instagram'da şu hatlarımı yaratam çünkü benim anda ne dostlar, yok adam dostlar, oralaşıp bula. Bu bizning shunday kichkina turdan turga engeme. Şu turga efirga çıksan yeşeş tırpayıp tura, yebol acılı обязательно. Bugünkü söyleşu teması psikologlar. Psikologlar turunda вообще turmuş koya kırım koya korama bütünüsü nersedir konsultiruyor. Bütünüsü nişik irten turaga, nişik işten jotırga, nişik oylani alıp baraga, nişik biznes alıp baraga, barda и bütün kişi şuna yazılı. Bu bitinde nişik dep aytayım, kimdir üzerinden уверенностьтен көтерә, dostlar. Eng yaxshi psixolog sizning atigiz, anigiz. Ulardan gayri sizning yaqin do'stlari. Umuman yaxshi kengashni berä, turmushda sizning orag'izda narsaga erishgan, narsadir qo'ldan kelgan u kishigina sizga shuni kengash bera oladi. Abulay kunni tuni taganga yozilib, menga yozilib, o'zingizning уверенностьтigizni orttiramiz deb aldanib o'tirmang do'stlar. Birinchi, ikkinchidan eng zo'r problema o. Umuman eng zo'r problem, butun aybirini problemasi birde ol yolqovlik. Tik mana birde ishlamay yolqovlik. Bilen bu sheshmay shu xatlarni razdражает. Alla o'zim ham psixolog yozilgan endi. Ishsizlik do'stlar. Mana narsadir ishlasang, narsadir ishlarga kerak. Bulay kunni tuni uyda o'tirib, televizor qarab, bet qo'ydalla kimga yozib olga ketish bilmayshak. Shuning uchun mening kengash shu. Endi na kraynak endi shu ekananda kishiga zabit. O'zimga yozingiz, men sizga boshqa konsultatsiya yasab bermayman. Mana joningiz narsatili, любой temaga so'zlarga temam ko'p. Bitirayverib so'zlayman. Biznesdan boshlab, nishik o'zing уверенностьni ko'targa xatdim bir so'zlab beraman. O'zimga yozingiz na kraynak boshqa ish boshida so'zlayman. Nima keyin damishon o'xshalib o'tirgan. Shulay, psixologlarga qo'y narsalar kelishmasangiz yozingiz. Xayr kunlar do'stlar, baringizga. Давайте.